Assalomu alaykum. Kimsiz? O'quvchingiz Husniddinovman. Keling. O'shanda sen odam bo'lmaysan deb hammani oldida sharmanda qilgan o'quvchingiz bo'laman. Gapingizni teskarisi bo'ldi. Rosa katta odam bo'lib ketdim. Ko'rdingizmi? O'zi ham juda ham sho'x edingda bolam. Urishib turmasa bo'lmasdi. O'shanda meni urish emas, rosa savalashingiz kerak edi, ustoz. Voy. Shu aql vaqtliroq kirgan bo'larmidi? Men bu erishgan narsalarimga vaqtliroq erishgan bo'larmidim, ustoz? Basharing qurmasin sani. Shunaqa demaysanmi? Qo'rqitib yording-ku. Surpriz qilmoqchi edim. Qo'rqitib yordim shekilli. Surpriz qilmoqchi edik degan? Ha, mana o'zingiz o'qitgan sho'x B sinfi bolalari. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum ustoz. Voy, Zokirov. Xolmurodov. O'sha payt ham kechga qolardi, hozir ham kech kelishdi. Keling. Ustoz, bu maktab ham o'zgarib ketibdi. Ha, davlatimizga rahmat, baraka topishsin. Juda ham chiroyli qilib ta'mirlab berishdi. Mana bu partalarchi qalay? Partalarni o'tgan hafta kimdir maktabimizga hadya qilib ketibdi. Kimligini bila olmayapmiz. Mana shunaqangi partalarni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Shunaqa katta odam bo'lib ketdinglarmi? Martabanglar bundan ham ulug' bo'lsin. Rahmat. Maktab paytini juda ham sog'inganmiz. Iltimos, orqa partada jim kuzatib o'tirsak maylimi? Voy, mayli bolalarim, faqat to'polon qilish yo'q. Xo'p bo'ladi, xo'p. Rahmat ustoz. Rahmat. Arzimaydi. Assalomu alaykum ustoz. Bu qaysi o'quvchi? Yo'q, men siz o'quvchingiz emasman. Men o'sha paytda A sinfda o'qiganman-da. Prosta bizning bolalar bashi yig'ilmayapti-da, bor. O'shanga B sinfga qo'shilib bir maktab paytlarini eslasam maylimi? Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yur